Har birimiz hayotimizda kamida bir marta qorin og'rig'ini boshdan kechirganmiz. Ko'pchilik bunday holatda o'ylaydiki, oddiy narsa o'tib ketadi. Kimdir dori ichishi mumkin, kimdir kutadi bunday holatlarda. Lekin aynan shu yondashuv ba'zi hollarda juda katta xatolarga olib keladi. Chunki oddiy deb o'ylangan og'riq aslida appenditsit bo'lishi mumkin va agar vaqtida choralar ko'rilmasa, bu hayot uchun xavfli holatga aylanadi. Salom hammaga. Men Dr. Hasanov, kanalimga xush kelibsiz va sizlarni ko'rib turganimdan xursandman. Bu kanalda biz sog'liq, xavfsiz davolanish va tibbiy qarorlarni to'g'ri qabul qilish haqida gaplashamiz. Bugungi mavzuda appenditsit nima ekanligi, u qanday boshlanishi, qachon xavf bo'lishi va eng muhimi qachon kech bo'lishi mumkinligi haqida batafsil gaplashamiz. Agar sizga bunday mavzular qiziq bo'lsa, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Avvalo appenditsit nima ekanligini tushunib olaylik. Appenditsit 12 barmoqli ichakning yallig'lanishi hisoblanadi. Bu kichik a'zo bo'lsa ham uning yallig'lanishi butun organizm uchun xavf tug'dirishi mumkin. Muammo shundaki, appenditsit ko'pincha oddiy qorin og'rig'i kabi boshlanadi va bemor uni jiddiy qabul qilmaydi. Dastlabki belgilar ko'pincha noaniq bo'ladi. Og'riq avval kindik atrofida yoki qorinning yuqori qismida boshlanishi mumkin. Bemorlar bu og'riqni ko'pincha ovqat hazm qilishdagi buzilish deb o'ylaydi, lekin bir necha soat ichida og'riq o'ng pastki qorin qismiga o'tadi va kuchayadi. Bu appenditsit uchun juda muhim belgi hisoblanadi. Shuningdek, quyidagi belgilar paydo bo'lishi mumkin. Ko'ngil aynishi, qusish, isitma, ishtahaning yo'qolishi va umumiy holsizlik. Lekin bu belgilar har doim ham bir xil bo'lmaydi. Ayniqsa bolalarda va yoshi katta odamlarda simptomlar boshqacha kechishi mumkin. Eng katta xatolardan biri og'riqni dorilar bilan bosish. Masalan, og'riq qoldiruvchi dorilar ichish belgilarini vaqtincha kamaytiradi, lekin kasallik rivojlanishda davom etadi. Bu esa tashxisni kechiktiradi. Yana bir keng tarqalgan xato kutib turaman, o'tib ketadi degan fikr. Appenditsit o'z-o'zidan o'tmaydi, aksincha vaqt o'tgan sari yallig'lanish kuchayib boradi. Eng xavfli bosqich bu appendiks yorilishi. Bu odatda kasallik boshlangandan 24-48 soat ichida sodir bo'lishi mumkin. Yorilgandan keyin ichak ichidagi infeksiya qorin bo'shlig'iga tarqaladi va peritonit rivojlanadi, ya'ni qorin bo'shlig'ining o'tkir yallig'lanishi. Bu esa hayot uchun juda xavfli holat hisoblanadi. Peritonit paydo bo'lganda bemorning ahvoli keskin yomonlashadi. Kuchli og'riq, yuqori harorat, umumiy holsizlik, hatto hayot uchun xavfli asoratlar yuzaga kelishi mumkin. Ba'zan appenditsit yashirin kechadi. Masalan, og'riq aniq joylashmagan bo'ladi yoki kuchli bo'lmaydi. Bu ayniqsa homilador ayollarda yoki yoshi katta bemorlarda uchraydi. Shuning uchun belgilar har doim ham klassik ko'rinishga ega bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun eng muhim narsa og'riqni kuzatish. Agar og'riq kuchayib borayotgan bo'lsa, joyi aniq bo'lsa yoki boshqa belgilar qo'shilsa, bu signal hisoblanadi. Yana bir muhim jihat, o'z-o'zini davolashdan voz kechish, internet yoki tanishlar maslahatiga asoslanib dori ichish bu yerda xavfli. Agar appenditsitdan shubha bo'lsa, eng to'g'ri yo'l bu shifokorga murojaat qilish. Tekshiruv analizlari va kerak bo'lsa UZI yoki boshqa usullar orqali tashxis qo'yiladi. Ko'pchilik operatsiyadan qo'rqadi va shuning uchun kechiktiradi, lekin appenditsitda vaqt juda muhim. Qanchalik erta murojaat qilinsa, operatsiya shunchalik oson va xavfsiz bo'ladi. Xulosa qilib aytganda, appenditsit bu oddiy og'riq emas, bu vaqtga bog'liq kasallik. Agar vaqtida aniqlansa, muammo tez hal qilinadi. Agar kechiksa, bu jiddiy asoratlarga olib kelishi mumkin. Shuning uchun bir narsani eslab qoling, agar qorin og'rig'i kuchayib borayotgan bo'lsa, ayniqsa o'ng tomonga o'tsa va boshqa belgilar qo'shilsa, kutmang. Darhol shifokorga murojaat qiling. Yaxshisi bir marta ortiqcha tekshiruvdan o'tish kech qolib jiddiy muammoga duch kelishdan ko'ra ancha xavfsizroq. Videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun sizga katta rahmat. Agar video sizga foydali va yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang va kanalga ham obuna bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' omon bo'ling.